Koreyani yomonlasa yomonlamanglar, hamma joyda tosh tarozisi bo'ladi deydi. To'g'ri, qanaqa tosh tarozi? Koreyslarni o'ziga ham oson emas. Yaqinda tanishgan koreys qizdan so'radim. Mana Koreyaga kelganimga 10 yil bo'ldi. Shu 10 yil ichida koreys o'rtog'im bo'lsa, 2 ta yoki 3 ta. Bittasi Kanadaga ketgan, bittasi Avstraliyaga ketgan, uchinchisi ham yilda bir 2 marta ko'rishamiz, ko'p ko'rishmaymiz-da. Keyin gaplashsak ham qanaqadir devor bor o'rtada. Koreys qizdan so'radim. Bugun tanishgan koreys qizdan shunaqa nimaga koreyslar shunaqa devor qo'yib qo'yadi o'rtaga? Misol uchun bizda O'zbekistonda ishxonada yoki boshqa joylarda bemalol odamlar o'zining shaxsiy hayoti haqida gaplashishadi. Odam xafami, xursandmi, oilasida nima bo'lyapti? Endi kamdan kam bilmay qolamizda, chunki hamma bir-birini taniydi. Insonlar bekilib qolmaydi. Ichidan nimadir aytishga bekilmaydi, chunki biladiki boshqa odamlarda ham shu muammo bo'lyapti. O'shaning uchun gapirishdan uyalmaydi ichida bo'layotgan muammolarni o'rtog'iga. Lekin Koreyada bunaqa narsa yo'q. Bularda nimaga shunaqa desam, o'zi solishtirib o'sha odamga ichidagilarni aytmaydi. Aytsa, meni orqamdan gapiradi deb qo'rqadi. Orqamdan gapirsa, men ko'tara olmayman deb qo'rqib ayta olmaydi bu narsani. O'shaning uchun nafaqat chet elliklarga, balki koreyslarga ishonmaydi deb gapirdi. Keyin aytdim, ha, unda shuning uchun bitta menga emas, balki o'zlari ham o'zlariga shunaqa sovuq ekanda degan xayollar keldi. O'zini joniga qasd qilish ko'p bo'lgan davlatlarning ichida turadi Koreya ham. Mana sabab. Odamlari xuddi ot poygasi bo'ladi-ku, shunaqaga qo'ygandek xalq qo'yib qo'ysa, shunaqa his qilsa kerak.